هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهور. Sure Hucurat tefsiri 6. ayetten başlayıp okuyayım inşallah. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selam ala Resulillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tübende diktanlağa İbn Kathir Rahimahullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi Hucurat suresi 6. ayetinden başlayıp okuyayım inşallah. Ma'da'udu mineşşeytanirracim. Ey müminler! Eğer sizlerge bir fasık adam birer haber ilip gelse, işinin hakikatini bilmezden birer kavmini rencitip koyup, kılmışınlarga pişayman kılıp kalmaslıkınlar için o haberini eniqlap görünler. Bilinler ki, içinlarda Resulullah, yani Allah'ın peygamberi var. Eğer o nurgun işlerde sizlerge itaat kıldıgan bolsa, çokum qiyin ahvalda qalatdinglar. Lekin Allah sizlarga iymonni qizg'in so'ygizdi va uni dilinglarni ko'rkam qildi. Sizlarga fisqni, kufrni va gunohni yomon ko'rsatdi. Ana shular Allohning fazli va ne'mati bilan to'g'ri yo'lda bo'lg'uchilardir. Allah hammani bilguchidir, hikmat bilan ish qilg'uchidir. Agar bir fasık adam birer xabar ilib kelsa, u xabarning haqiqatini aniqlab ko'rishga buyurganlik to'g'risida. Alloh Taala bu oyatda fasık adam ilib kelgan xabarni aniqlab ko'rishga buyurdi. Shunda qilganda uning so'zi bilan hukm qilib, şu ishning o'zida yolg'onchi yoki xatolashquchi bo'lib qilishdan, uning so'zi bilan hukm qilgan kishining uning oqisini ergashgan odam bo'lib qilishidan saqlanqili bo'ladi. Alloh Taala haqiqatan buzg'unchilarning yo'liga ergishib qilishdan to'sdi. Mush jihatdan bir qism ulamolar shaxsiyati aniq bo'lmagan noma'lum kishining rivoyatini uning rivoyati fasixlik qilish ehtimoli bo'lganligi uchun qabul qilishni rad qilgan. Bu oyatning nozil bo'lish sababi haqidagi qissada nurg'un rivoyatlar bayon qilingan bo'lib, uningdan eng yaxshi rivoyat Imom Ahmadning Bani Mustalaq qabilasining boshlig'i mu'minlarning onasi Juvayriya radiyallohu anhaning otasi Haris Abu Rizodan qilgan rivoyatdir. Haris Abu Rizo radiyallohu anhu mundaq degan: bir kuni men payg'ambar alayhisalomning qishig'i keldim. U meni islomga da'vat qildi. Men islomga kirdim va uning payg'ambarligini tasdiq qildim. U meni zakat berishga da'vat qildi. Men zakat berishni qabul qildim va ey Allohning payg'ambari, men qavmimga qaytib berib, ularni islomga kirishga, zakatni ado qilishga chaqiraman. Kim mening chaqirganimni qabul qilsa, uning zakatini yig'iman. Ey Allohning payg'ambari, men yiqqan zakatni sana ilib kelish uchun falan vaqtda men bir elchi avatgin dedim. Haris da'vatini qabul qilganlardan zakatni yiqqan. Payg'ambar alayhisalom uning elchi avatishga belgilagan vaqt yetib kelgan chaqda deyishgan elchi Harisning qishig'i kelmagan. Haris cho'qim Alloh Taala va uning payg'ambari g'azablanadigan bir ish yuz berdi deb o'ylab, qavmining cho'nglarini chaqirib ularga: Payg'ambar alayhisalom men yiqqan zakatni elib ketish uchun menga elchisini avatishga vaqt to'xtatib bergan edi. Payg'ambar alayhisalom va'daga xiloflik qilmaydi.
uning elchisini evetmeslikte çoqum açıqlanğan bir iş var deb qarayman. Yuringlar, biz birlikte Peygamber aleyhisselamның qishig'i barayli dedi. Aslida Peygamber aleyhisselam belgilengen vaqtda Velid ibn Uqbani Harisning qishig'i u yiqqan zakatni elib kelish uchun avatgan edi. Velid yo'liga yurib ketdi. U yerim yo'lga yetib borgan chaqda o'zi ich qo'rqib qilib oqiga yandi. Udul Peygamber aleyhisselamның qishig'i kelib, ey Allah'ның peygamberi, Haris zakatni bana bermedi ve beni öldürmekçi oldu dedi. Peygamber aleyhisselam gazaplendi. O Haris radıyallahu anhu karşı koşun evetti. Haris adamları bilen yetip geldi. Koşun yolga çıkıp Medine'den ayrılışıga ulağı Haris uçurdu. Ula bu Haris deyişti. Haris ulağı yakınlaşkan çağda ulağa kimge karşı evetildinler dedi. Ula sana dedi. Haris nemişka dedi. Ula Peygamber aleyhisselam sana Velid ibn Uqbani evetken idi. Onun eğitişçe sen onun zakatını bermepsen. Tehi onu öldürmekçi bolup sen dedi. Haris radiyallahu anhu ya Muhammedni haq peygamber kılıp övetken zat bilen qasam ki men Velidni fakat kömedim. O mening qishimga kemmidi dedi. Haris Resulullah'ның qishig'i kirgan chaqda u uningga zakatni bermay elchimni o'ltirmoqchi bo'ldingmi dedi. U yo'q, seni haq payg'ambar qilib avatgan zot Allohning nomi bilan qasamki men uni ko'rmadim. U mening qishimga kemmidi. Men faqat sening elching kemmaganligi uchunla Allah Teala ve onun peygamberini gazaplandırıdığan bir işinin bulup gelişinden korkup bu tarafki yol aldım dedi. Şunun bilen Sure Hucurat'taki ey müminler, eğer sizlerge bir fasık adam birer haber ilip kelse, işinin hakikatini bilmezden birer kavmini rencitip koyup kılmışınlarga pişayman kılıp kalmaslıklar için bu haberini eniqlap görünler. Bilinler ki işçinlerde Resulullah yani Allah'ın peygamberi var. Eğer o nurgun işlarda sizlerge itaat kıldıgan bolsa, çokum qiyin ahvallarda qalatdinglar. Lekin Allah sizlerge imanını kızgın söygüzdü ve onu dilinglarda körkem kıldı. Sizlerge fiskni, küfrni ve günahını yaman kösetdi. Yani şula Allah'ın fazli ve nimeti bilen doğru yolda boğuculardır. Allah hemmini bilgiçidir, hikmet bilen iş kılgıcıdır degan ayetler nazil bo'ldi. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Bu qissadaki Velid ibn Uqba'nın ismida xatolik bor. Çünkü bu qissa Bani Mustalik g'azatidan keyin ancha uzoq o'tmali yuz bergan. Bani Mustalik g'azati bo'lsa Hijriyaning 5 yoki 6 yili Sha'ban oyida yuz bergan edi. Velid ibn Uqba bo'lsa Hijriyaning 8 yili Makka fathi bo'lgandan keyin Ramazon oyida islomga kirgan. Bu tafsirning arabcha nusxasidagi izohatning tarjimasidir. Payg'ambar alayhissalomning hukmining eng foydali hukm ekanligi to'g'risida. Bilinglar ki içinlarda Resulullah yani Allah'ın Resulü var. Allah'ın peygamberi var. Yani bilişinler gerek ki sizlerinin aranlarda Allah'ın peygamberi var. Onu hürmetlenler. Ona ihtiram kılınlar. Onun bilen edeplik muamelede bulunlar. Onun buyruğuna boysununlar. O sizlerge nimenin faydalı ekanligini obdan bildi. O sizlerge özanlardan bek köyümçandır. Onun sizlerinin işçinlarda çıkargan hükmü, sizlerinin özanlarının çıkargan hükmünlardan mükemmeldir. Bu ayakta Allah Teala mındaq degen. Peygamber müminlerge ularning öz nefslerinden mu çağrıdır. Allah Teala ularning fayda menfaatlariga nisbatan ularning chiqargan hukmining hukm bo'lolmaydiganligini bayon qilib mundaq deydi. Agar
u nurg'un ishlarda sizlarga itoat qildigan bo'lsa, cho'qim qiyin ahvolda qoladinglar. Ya'ni agar u sizlar xohlagan ishlarning hammasida sizlarga itoat qilsa, ishlaringlar albatta taslashgan bo'ladi va sizlar qiyin ahvolda qoladinglar. Bu haqda Alloh taolo mundaq deydi: agar haqiqat, ya'ni Qur'on ularning nafs xohishlariga bo'ysunadigan bo'lsa, albatta osmonlar, zamin va ulardagi mahluqotlar xarob bo'lgan bo'ladi. Undaq bo'lgani yo'q. Ularga va'z nasihatni o'z ichiga olgan Qur'onni ato qildik. Ular o'zlariga va'z nasihat bo'lgan Qur'ondan yuz o'riydi. Lekin Allah sizlarga iymonni qizg'in so'ygizdi va uni dilinglarda ko'rkam qildi. Ya'ni Alloh taolo ruhinglarga iymonni so'ygizdi va uni dilinglarga chiroyli ko'rsatdi. Islom bilan iymonning orasidagi farq to'g'risida sizlarga fisqini, kufrni va gunohni yomon ko'rsatdi. Ya'ni Allah sizlarga kufrni, cho'ng gunohlardan iborat fisqini va barliq gunohlarni o'ch ko'rsatdi. Bu oyat ne'matning mukammal bo'lishi uchun darajama-daraja o'rlashni tushuntirib berdi. Alloh taolo mundaq deydi: "Ayni shular Allohning fazli va ne'mati bilan to'g'ri yo'lda bo'lg'uchilardir." Ya'ni mushu sifat bilan sifatlanganchilar to'g'ri yo'lda bo'lg'uchilar bo'lib, Alloh haqiqatan ularga foydali bo'lgan to'g'ri yo'lni ato qilgandir. İmam Ahmad Abu Rufa'a Zuraqining otasining mundaq deganligini rivoyat qiladi. Uhud urushi bo'lib, mushriklar Makkaga qaytib mangan chaqda Payg'ambar alayhisalom tep-tekşi bulup sepki turunglar, men g'olib ve büyük Rabbimge hamdü sana eytimen dedi. Sahabeler onun arkasında seplerge turup boğanda Peygamber aleyhisselam duasını başlap mundaq dedi: Ey Allah, barlık hamdü sana san xastur. Ey Allah, sen kengri bergenni hiç yığıp alğıcı bolmaydı. Sen yığıp alğanni hiç kengri bergici bolmaydı. Sen gumrah qilgan adamni hiç kim hidayet kılalmaydı. Sen hidayet qilganni hiç kim gumrah kılalmaydı. Sen tosqanni hiç kim berelmaydı. Sen bergenni hiç kim tosip qalalmaydı. Sen rahmetingdan yiroq qilganni hiç kim rahmetinga yaqinlashtirolmaydi. Sen rahmetinga yaqin qilganni hiç kim yiroqlashtirolmaydi. Ey Allah, bizge berketlerini, merhametini, fazlını ve rızkını kengri yaygın. Ey Allah, biz hakikaten senden tosalgıga uçurmaydigan, tügep ketmeydigan daimlik nazı nimetlerini sorayımız. Ey Allah, biz hakikaten senden açıkçılık günde nazı nimetlerini berişini, korkunçluk günde hatırcam kılışını sorayımız. Ey Allah, biz hakikaten sana sığınıp, sen bizge ata qilgan narsaning yomonligidan ve sen bizni men'i qilgan narsaning yomonligidan panoh tilaymiz. Ey Allah, bizge iymonni qizg'in so'ygizgin, uni dillarimizda ko'rkam qilgin, bizge kufrni, fisqni ve gunohni yomon ko'rsatgin, bizni to'g'ri yo'lda bo'lg'uchilardan qilgin. Ey Allah, bizni musulmon holatda vafot qildirgin ve Müslüman halette terildirgin. Bizni rasvo qilmasdan ve fitnega qoldirmasdan yaxshi odamlarga qo'shqin. Ey Allah, payg'ambarlaringni inkor qilgan ve kishilarni yo'lingdan to'sgan kofirlarga la'nat qilgin. Ularga azobingni tushirgin. Ey Allah, ey haq Allah,
kitap verilgan kafirlarga, yani Yahudi ve Nasaralarga lanet qilgin. Allah'ın fazli ve nimeti bilen, yani bu Allah'ın öz tarafından sizlarga bergan fazlidir ve öz dergahiden ata qilgan nimettir. Allah hammani bilguchidir, hikmet bilen ish qilguchidir. Yani Allah kimning hidoyatga loyiq ekanligini va kimning gumrohlikka loyiq ekanligini obdan bilguchidir. Sözlerini, işlerini, şeriatini ve aldın ala o'rinlashtirishini hikmet bilen ilib bag'ıcıdır. La ilahe illallah Muhammed Resul. Eğer müminlerden iki guruh urushib qalsa, ularning orasini tuzab qo'yinglar. Eğer ularning biri ikkinchisiga tajovuz qilsa, tajovuz qilg'uchi toki Allohning hukmiga qaytganga qadar, yani tajovuzini to'xtatganga qadar uning bilan urushinglar. Eğer ular Allohning amriga qaytsa, ularning orasini hech bir tarafga yon bosmasdan odillik bilan tuzab qo'yinglar. Hamma ishda odil bo'linglar. Allah hakikaten adillarning do'stidir. Mu'minlar hakikaten dinde qarindoshlardir. Urushib qalsa, qarindoshlaringlarning orasini tuzanglar. Rahmatga erishishinglar uchun Allohdan qo'rqinglar. O'zaro urushib qalgan mu'minlarning orasini yarashtirishga va tajovuz qilg'uchi tarafga qarshi urush qilishga buyurish to'g'risida. Allah Teala bir-biri bilen urushib qalgan iki guruh müminlerinin arasını yarashtirib qo'yishga buyurib mundaq deydi. Eğer müminlerden iki guruh urushib qalsa, ularning arasını tuzab qo'yinglar. Allah Teala ular o'zaro urushib qalgan turuqliq müminler deb atadı. Bu ayetni İmam Buxoriy ve başqalar günah her qancha cho'ng bo'lgan taqdirdami iymondan chiqib ketmaydiganligiga dalil qilgan. Ularning hukmi hargiz xavorijlar va ularga ergashgan mu'tazillarga o'xshash ozg'in guruhlar aytgandek emasdir. İmam Buxoriy Hasandan Abu Bakr radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhisalom bir kuni xutba o'qidi. Uning bilan minbar ustida Hasan ibn Ali radhiyallohu anhuma billiba edi. Payg'ambar alayhisalom birda uninga qarasa, birda odamlarga qaraydi. Mening bu o'g'lim haqiqatan eng sharafli insondir. Uning bilan Alloh taolo musulmonlardan cho'ng ikki guruhning orasini yarashtirib qo'yishi mumkin dedi. Bu ish Payg'ambar alayhisalom aytgandek bo'ldi. Şamlıqlar bilan Iroqliklar arasida uzun so'zilgan urushlar, qo'rqinchli janglar bo'lgandan keyin Alloh taolo Hasan orqali ularning orasini yarashtirib qo'ydi. Agar ularning biri ikkinchisiga tajovuz qilsa, tajovuz qilg'uchi toki Allohning hukmiga qaytgan qadar, ya'ni tajovuzini to'xtatgan qadar, ya'ni toki Allah ve onun peygamberinin hükmüge qaytgan, haqni anglagan ve onunla itaat qilgan qadar onun bilen uruşunlar. Bu vaqtda İmam Buxoriy Anas radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhisalom qarindishingga mayli u zulm qilg'uchi bo'lsin yoki zulm qilinguchi bo'lsin, yordam qilgin dedi. Men ey Allohning payg'ambari, zulm qiling'uchiga yordam qilaman. Zulm qilg'uchiga qandoqmi yordam qilaman dedim. Payg'ambar alayhisalom zulm qilg'uchini zulm qilishdan to'ssang, ana shu sening uningga yordam qilganing hisoblandi dedi. La ilaha illalloh Muhammed Resul. Said ibn Jubayr mundaq deydi. Avs qabilasi bilan Hazraj qabilasi arasida xorma qo'zaqlari ve oyoqlari bilan bir-birini urush hodisi yuz berdi.
Shuning bilan Alloh taolo bu oyatni nozil qilib, mu'minlarni ularning orasini tuzab qo'yishga buyurdi. Suddi mundaq deydi: Ansorilardan Imron ismli bir odam bor bo'lib, uning Zayd ismli ayoli bor edi. Bu ayol tuqqanlarini ziyorat qilmoqchi bo'lganda, uning eri uni undaq qilishdan to'sib, uning qishig'a uning tuqqanlaridan bir odamning kirmasligi uchun uni egiz bir uyga solab qo'ydi. Bu ayol tuqqanlarga odam avatib ahvolni yetkizdi. Uning tuqqanlari kelib, uni elib ketish uchun solaqliq uydan tushirdi. Eri sirq chiqib ketgan edi. Erining tuqqanlari yordamga odam chaqirdi. Shuning bilan erining tog'asining bolalari yetib kelib, bu ayol bilan uning tuqqanlarining orasiga tushdi. Ular bir-birini ittirishdi va oyoqlari bilan bir-birini urishdi. Ondan ular haqida bu oyat nozil bo'ldi. Shuning bilan payg'ambar alayhisalom ularga odam avatib, ularning orasini yarashtirib qo'ydi. Ularmu Alloh taolaning hukmiga qaytdi. Agar ular Allohning amriga qaytsa, ularning orasini hech bir tarafga yon bosmasdan odillik bilan tuzab qo'yinglar. Hamma ishda odil bo'linglar. Alloh haqiqatan adillarni do'st tutadi. Ya'ni ularning ba'zilari ba'zi ishlarda oshirib o'tgan bo'lsa, uni odillik bilan to'g'ri bir taraf qilib qo'yinglar. Alloh haqiqatan odillarni do'st tutadi. Ibn Abu Hatim Abdullah ibn Amr radiyallohu anhumadan payg'ambar alayhisalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Shak shubhisizki, dunyoda odillik qilganlar qiyomat kuni dunyoda qilgan odillik uchun g'olib va buyuk Alloh taoloning oldida marvoyitdan yasalgan munbarlarning ustida bo'ladi. Buni Imom Nasai rivoyat qilgan. La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh. Mu'minlar haqiqatan dinda qarindoshlardir. Ya'ni hamma mu'minlar dinda qarindoshdir. Bu haqda payg'ambar alayhisalom mundaq deydi: Musulmon musulmonning qarindoshidir. Ular bir-biriga zulm qilmaydi. Halokatga ittirmaydi. Imom Muslim payg'ambar alayhisalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi: Biror banda qarindoshiga yordamchi bo'lsa, Alloh taolo u bandiga yordamchi bo'ladi. Imom Muslim yana payg'ambar alayhisalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi: Agar bir musulmon o'zining diniy qarindoshiga u yo'q yerda duo qilsa, farishta amin, ya'ni ey Alloh ijobat qilgin. Sanmu u duoga o'xshash duo bo'lsin deydi. Bu haqda rivoyat qilingan hadislar nihoyat ko'pdir. Imom Muslim yana payg'ambar alayhisalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi: Mu'minlar o'zaro ko'yinish, o'zaro mehr shafqat yetkazish va o'zaro sil rahm qilishda bir tanga o'xshaydi. Agar tanning biror a'zosi og'riq yetsa, tanning qolgan qismi qizitma va uyqusizlik bilan bearom bo'ladi. Subhanalloh. Imom Buxoriy payg'ambar alayhisalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi: Mu'minning mu'minga yordamda bo'lishi bir-birini o'zaro chingitib turadigan binoga o'xshaydi. Payg'ambar alayhisalom bu misolni tushuntirish uchun barmoqlarini bir-biriga kirishtirib ko'rsatgan. Mu'minlar haqiqatan dinda qarindoshlardir. Urushib qolsa, qarindoshlaringlarning orasini, ya'ni urushib qolgan ikki guruhning orasini tuzanglar. Rahmatga erishishinglar uchun jimi ishinglarda Allohdan qo'rqinglar. Alloh taolodan qo'rqqan kishining Alloh taoloning rahmatiga erishishi amaliyotdir. Alhamdulillah. Yuqorida Sura Hujurat tafsiridan 10-oyatgacha angladinglar. Oxirini keyin qitimliq o'qishimiz davomlashtiramiz inshaalloh. Va sallallohu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi va sallam. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.